Bu mashinani ahvolini qarab. Hozir ishini qilib berasan, o'tabering. Biling, bo'ling. Nega? Tayyor ish yo'q, error. Sandan nima ketadi? Assalomu alaykum, hurmatli ustajonlar. Tartamayapsizmi? O'liktiriklar chetdami? Starter ham 10 kilo chiqadi, 2 kilo. Metallonga topshirib yuborsa ham bo'laverar ekan bu mashinani. Nima meni yuribdi o'tchaqnadi. Sen ham katta bo'lsang, ustaxona ochganda bunaqa eski mashinalar olmay tanishlik uchun olma. 2015 dan past kirmaydi deb yozib qo'ying. Chiqilib. Qaytib yurg'izib ko'ring. Salamat, karomat ko'rsatdingiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, qo'ydi. Xo'p, necha yil bo'ldi usta? Qora aka 80 ming bo'ldi sizdan. Qanday gapni gapirasiz usta? O'g'liga siqqan pulni gapiravermaydi 80 ming deb. Necha qo'ysa 80 mingga yangi bo'lga beradi. Lekin men sizni qadrlayman. Mana bu 100 ming so'm sizga. Kambag'al mard bo'ladi. Ha, 80 ming degan joyimizga 100 ming berib ketdi. To'g'ri, kambag'al mard bo'ladi, lekin kambag'al bekora kambag'al bo'lmaydi. 20 ming oshlab berib ketyapti. O'zi mashinasining ahvolini qara. To'g'ri, 20 ming ko'p berib ketdi, lekin baraka unda ketdi-da.